Agar yashashni istasangiz, bu orolga aslo qadam bosmang. Chunki bu orolda 200 nafardan tashkil topgan, hali ham tosh asrida yashab kelayotgan qabila yashaydi. Bu esa siz ular uchun taomsiz degani. Hind okeanining markazida joylashgan bu orol yillar davomida o'zida tosh asrida qolib ketgan qabilani saqlaydi va ular tashqi dunyo bilan umuman aloqaga kirmaydi. Bu orolga yaqinlashish qat'iyan taqiqlangan va uning atrofi jiddiy qo'riqlanadi. Bu orolda na telefon, na Wi-Fi, na Gentra bor. Bir necha yil avval bir yigit shu orolga borib, ularga diniy ta'lim berishga uringan. Lekin orol aholisi uni darhol o'ldirib, tanasini ortga qaytarishmagan. Bu yerga yaqinlashgan har qanday odam nayza va hokazo bilan hujumga uchraydi. Shu sabab ham BMT va Hindiston hukumatı Sentinel orolining dunyodagi eng xavfli hududlardan biri sifatida rasmiy ravishda yopib qo'ygan. Va yillar o'tib harbiy guruh u yerga qabilani bir necha nafarni zamonaviy dunyo ko'rsatgani va ta'lim bergani olib ketishgan. Lekin afsuski, ularda zamonaviy kasalliklarga immunitet bo'lmagani sabab ular kemadayoq vafot etishgan deyshadi. Endi tasavvur qiling, okeanda qolib ketgan odam shu orolni ko'rib, ungacha suzib borib, endi xursand bo'layotganida tushunib yetadiki, u ochiq okeandan ham dahshatliroq joyga suzib kelgan. Ana shunday qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Videomiz yoqqan bo'lsa esa like bosib, kommentariyaga Bekzod bobo legenda deb yozib qo'ying. Prikolni bo'ladi.